Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan eng dolzarb, butun jahon tibbiyot birlashmasining eng asosiy muammo chiqaradigan kasalliklardan biri hisoblangan, ayniqsa yoshi ulug' insonlarda katta muammolarga sabab bo'ladigan kasalliklardan biri qon bosimi, ya'ni arterial gipertenziya haqida suhbatlashamiz. Qon bosimi tashxisi qachon qo'yiladi? Birinchi shuni hal qilishimiz kerak, chunki juda ko'p insonlarda qon bosimi menda bor degan so'zda atamani ishlatishadi, lekin bu atamani ishlatish uchun asos bo'lishi kerak. Birinchi navbatda qon bosimi hech qanday bezovtaliklarsiz, turli dori-darmonlarni qabul qilmagan holatda kamida 3 marta o'lchangandan keyin 140 mm simob ustunidan yuqori sistolik bosim, 90 mm simob ustundan yuqori diastolik bosim aniqlanganda qon bosimi tashxisi qo'yiladi. Endi qon bosimi gipertenziya kasalligini o'zi ikki turga bo'lamiz. Birlamchi va ikkilamchi turlarga bo'lamiz. Birlamchi turi bu haqiqiy gipertenziya, arterial gipertenziya kasalligi hisoblanadi. Ikkilamchisi esa bu simptomatik, ya'ni boshqa kasalliklar fonida paydo bo'lgan qon bosimi hisoblanadi. Juda ko'p aholi orasida asosan simptomatik turi uchraydi, chunki boshqa kasalliklar negizida paydo bo'lgan qon bosimi hisoblanadi. Ba'zi insonlarda qon bosimining me'yori anchayin past yuradigan insonlar ham kuzatiladi va ularda ozgina ko'tarilishning o'zi ham ancha bezovtaliklar va muammolar chaqiradi. Lekin bu holatda ham biz bu insonda qon bosimi tashxisini qo'ya olmaymiz, chunki bemorda adaptatsiya davrini hisobga olish kerak. Sababi har bir insonda yosh o'zgarib borgan sari qon bosimining me'yorlari ham o'zgarib boradi va mana shuni asosida ma'lum bir adaptatsion davrni boshdan kechiradi. Bu holatda bosh og'riqlar, ko'ngil aynishlari, holsizlik, tanada og'riqlar, boshda og'riqlar kuzatiladi va bu narsa o'rtacha 3 oy davomida o'tib ketadigan holat hisoblanadi. Endi qon bosimiga asosiy sabablar nima? 3 ta asosiy sabab bor. Birinchisi yurakdagi muammolar, ikkinchisi qon tomirlaridagi muammolar, uchinchisi qonning hajmiga bog'liq bo'lgan muammolar hisoblanadi. Ya'ni qonning tarkibiga bog'liq bo'lgan muammolar bilan qon bosimi paydo bo'ladi. Qolgan omillar esa qo'shimcha keltirib chiqaruvchi sabablar qatoriga kiradi. Buni jinsi, yoshi, yashash sharoiti, bemordagi turli kasalliklar, ozuqa mahsulotlari tarkibi yoki uning asab tizimidagi holat, mana shunday holatlarni hisobga olib, qo'shimcha omillar negizida ham rivojlanishi mumkin. Endi yurakda hisobiga qanday qon bosimi paydo bo'ladi? Asosan yurakdagi turli xil kasalliklar negizida yurakning otib bergan qon hajmi miqdori o'zgarishi hisobiga bemorlarda qon bosimi muammosi paydo bo'ladi. Ikkinchisi, qon tomirlarga bog'liq bo'lgan turida asosan qon tomirlar devoridagi tromblar, mayda tomirlar, kapillyar tomirlardagi qon aylanishining buzilishi bunga sabab bo'lishi mumkin. Uchinchisi, qon tarkibidagi trombotitlar sonining ortib ketishi, uning tarkibidagi zaharli moddalar va qon tarkibidagi suv miqdorining pasayishi mana shu holatlarga sabab bo'lishi mumkin. O'rtacha inson qoni 70 kilogramlik inson uchun 5 litr hajmda belgilanadi, lekin mana shu 5 litrlik hajmning 4,5 litri, taxminan 4,5 litri suvdan iborat bo'ladi. Mana shuni hisobga olib, suv muvozanatiga e'tibor berish ham qon bosimida anchayin yaxshi yechimlarga sabab bo'ladi. Endi qon bosimining belgilari qanday? Birinchi va yagona eng ko'p uchraydigan belgilardan biri bu bosh og'rig'i hisoblanadi. Qon bosimini yaqqol aniqlab beruvchi belgilardan biri hisoblanadi. Juda ko'p insonlarda bosh og'rig'i qon bosimini ifodalaydi. Bundan tashqari qo'shimcha belgilar mavjud, ya'ni oyoq qo'llarda uyushish, tanadagi og'riqlar, ko'ngil aynishi kabi qo'shimcha shikoyatlar ham ba'zan kuzatiladi. Endi qon bosimiga yechimlar qanday? Turli xil dori-darmonlar mavjud. Asosan zamonaviy tibbiyotda 7 turdagi dori-darmonlar qo'llaniladi, 7 ta gruppaga oid dori-darmonlar. Bundan tashqari juda ko'p aholimiz oddiy narsalarga e'tibor berishmaydiki, ya'ni profilaktika holatlariga. Ya'ni sizda qon bosimiga moyillik mavjud yoki sizda qon bosimi bor bo'lganda nimalarga e'tibor berish kerak? Birinchisi, piyoda yurishni ko'paytirish. Ya'ni insonlar har kuni 10 ming qadamni bosish orqali mayda kapillyarlarda qon aylanishini yaxshilaydi. Mayda kapillyarda to'planib qolgan tromblarni yo'qotadi va tanamizdagi shu 5 litr qonni qon tomirlar orqali aylanishiga osonlik bilan sharoit yaratib beradi. Ikkinchisi, asab tizimining holati. Chunki asabiylik ortib borgan sari qon tomirlar devorida torayishlar ko'payib boradi. Stress holatlarida ko'proq qon bosimiga sabab bo'ladi. Bunda gormonlar muvozanati buziladi va qon tomirlar devori torayadi. Buni oldini olish uchun toza havoda sayr qilish eng yaxshi davolardan biri hisoblanadi. Uchinchi omil
har kunlik suyuqlik iste'moliga e'tibor berish. O'rtacha har kuni 3 litrdan suyuqlik iste'mol qilib turish qon tarkibidagi suyuqliklar miqdorini me'yorda saqlaydi va inson organizmida qon bosimiga sabab bo'luvchi omillardan yo'qotishga yordam beradi. Qon bosimidan qiynalayotgan juda ko'p insonlarda doktor Ali choyini ichish orqali bu muammodan qutulganligini ko'p eshitdik. Sabab desa, doktor Ali choyi 25 xil tarkibdagi giyohlar yig'indisi. Birinchi o'rinda organizmda to'planib qolgan zaharli moddalardan tozalashga yordam beradi. Buyrak faoliyatini tiklash orqali qonni tozalaydi va qon tarkibidagi qo'yiq massalarning yo'qolishiga sabab bo'ladi. Uchinchidan, qon tarkibidagi trombotsitlarni bir-biriga yopishib qolishi, ya'ni adgeziya holatidan saqlaydi va bu orqali tromblar paydo bo'lishini yo'qotishga yordam beradi va organizmda suyuqlik miqdorini me'yorda ushlashda juda ham foydali choy hisoblanadi. Juda ko'p insonlar iste'mol qilib qon bosimi yo'qolib ketganligi haqida yoki hozirgi kunda iste'mol qilib turish orqali qon bosimi degan muammoni o'zlaridan ancha nari saqlayib turganliklari haqida eshitamiz va aytamiz, doktor Ali choyini oilaviy choy o'rniga iste'mol qilish orqali siz ham qon bosimidan butunlay xalos bo'lishingiz mumkin. Salomat bo'ling.